Allah'ın El-Hasib degan ism sifatlari haqida kitob tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi dehtanlarga Ustaz Abduveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve Teala'nın güzel isim sıfatlarının kısqış tefsirleri dersliklerinden Allah'ın El-Hasib degan isim sifatlar haqida tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Hasib degan isim sifatlar haqida tafsirlar. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da 3 yerde tilga ilingan. Yani Nisa suresi 86. ayetide tercümesi sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Yani bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum ve rahmetullohi ve berekatuh denglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Yani ve alaykum salam denglar. Allah hakikaten hamma narsadan, yani bendilerinin çok küçük işlerden hesap algıcıdır. El-Hasib, küpayi kılgıcı. Allah subhanahu ve Teala alemdeki her bir nersige küpayi kılgıcı. Onun yeterlik boğan neslerini teminligici zattır. Kimiki her bir işi de Allah için iş kıysa, Allah onun küpayidir. Allah subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Aleyhissallahu bikafin abdeh tercümesi Allah bendisiga, yani Muhammed aleyhisselamni qo'g'dashga ve onunla yardım berishga yeterlik emasmi? Sure Zumar 36. ayeti. Allah elbette yeterlik ve kifoya qilg'uchidir. Lekin insan Allah'ın bendisi bo'la olishi kerak. Shuning uchun inson Allah'ın bendisi bo'la olsa, Allah ona elbette kifoya qiladi. İnsan kemtuk nazarida o'zini yeyish, ichishdan bo'lgan ehtiyojini bilib, yer ve osmonga muhtojligini bilib, atrofdagi mavjudotlardan o'ziga bir ta'sir elayotganligini bilib, Allah'ın kifoya qilg'uchi sifatini esidan chiqarib qo'ydi. Lekin tafsiliy bir nazar tashlasa, alemdeki hamma mevcudatlarni onun hizmetiga selib qo'ygan zat Allah subhanahu ve Teala'dır. Shuning uchun El-Hasib sifatini bilgandan keyin benda atrofdagi barliq mevcudatlarni insonning xizmatiga selib qo'ygan yaratquchisini tonib, Allohdan boshqaga umid qilmaslikqa harakat qilish kerak. Hatta arifi billahlar cennetni ümit qilmasdan Allah'ın razılıqını ümit qilib harakat qilgan. Hatta shunchalik darajaga yetishga harakat qilish kerakki, cehennem o'tidan saqlanishni esidan chiqarib, Allah'ın razılıqını ko'zlab harakat qilishga intilish kerak. Chunki Allah shu bandaning umid qilgan narsasiga o'zi kifoya qiladi. Kimiki her bir amelide Allah için amel qilsa, Allah onun hizmetida bo'ladi. Arifi billah degan Allah'ını bilgen, tonugan, ilim irfan sahibi. Allah'ın rızasını kazangan, onun muhabbetinden başkasını kalbinden çıkargan, tasavvufta yetişip kamalığı yetken alim zattır. Kur'an ve hadislerde Allah'ın bu isim sıfatlariga alaqadar tuvendiki mazmunlar tilga ilingan. Sure Talaq 3. ayetide tercümesi Allah onunla o'ylamagan yerden rızık berdi. Kimiki Allah'a tevekkül qilsa, Allah onunla kifoya qiladi. Allah hakikaten maqsadiga yetalaydi. Allah hakikaten her bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Sure Nisa 6. ayetide tercümesi
yetimlarni balog'atga yetganga qadar sinab turinglar. Ularda mollarini boshqara oladigan holatni bayqasanglar, ularga mol mulkini topshirib beringlar. Ularning cho'ng bo'lib kelishidan qo'rqib, mol mulkini buzib chechib yevanmanglar. Yetimga vasi bo'lganlar kimiki boy ekan, vasi bo'lganlik haqqi uchun yetimning mol mulkini yeyishdan o'zini saqlasin. Sizlardan kimiki yo'qsul ekan, u o'z amgigining haqqi uchun muvofiq ravishda yesin. Ular, ya'ni balog'atga yetgan yetimlarning mol mulkini topshirib berdigan chaqda boshqalarni guvoh qilib qo'yinglar. Alloh hisob elishga yetarlikdir. Sura İmran 173-oyatida tarjimasi: Mushriklar tarafdori bo'lgan odamlar ularga shak shubhisizki kishilar, ya'ni Qurayshlar sizlarga qarshi qo'shin to'pladi. Ulardan qo'rqinglar, dedi. Bu so'z ularning iymonini kuchaytirdi. Ular bizga Alloh kifoya, Alloh nima degan yaxshi homiy, dedi. Sura Tavba 58-59 oyatlarda tarjimasi: Agar ular Allohning va Allohning payg'ambarining ularga berganiga rozi bo'lsa va Alloh bizga kifoya qiladi, Alloh va uning payg'ambari bizga o'z fazlidan ato qiladi, biz haqiqatan Allohdan Allohning fazlini, ihsonini o'tinib so'rg'uchilarmiz desa, albatta ular uchun yaxshi bo'ladi. Sura Anbiya 47-oyati tarjimasi: Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Ya'ni yaxshi odamning yaxshiligi kamaytirib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qishichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bendilerinin amellerinden hesap ilişqa biz yeterlikmiz. Sura An'am 62. ayetida tercümesi: Andın ula, yani bendiler haq hüküm kılgıcı, egisi Allah'ın dergahı qaytırılıdı. Kıyamet günü hüküm kılış yalğız Allah kılı hastır. Allah en tizi hesap algıcıdır. Hadislerden Peygamber aleyhissalatu vesselam birodarini bekli maqtab madhiylagan kishiga: Sening holingga voy, sen birodaringning bo'ynini uzib tashlading, sen birodaringning bo'ynini kesib tashlading deb bir necha qitim takrorladi. Ondan keyin mundaq dedi: Sizlar birsinglar birodarini ziyoda maqtab ketmasin. Agar zodi maqtamisi bo'lmaydigan ahvol bo'lsa, men falonini mundaqmiki deb o'ylayman. Allah onun hesabını öz alıdı. Men birisini aqlab olturmayman. Eğer o kişi birodarimning ahvolini to'liq bilsa, men uni mundaq mikin deb o'ylayman desin. Buxoriy 2662 hadis. Muslim 7692 hadis. Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan: Allah mundaq deydi: Men mu'min bendemning dunyodagi eng yaxshi ko'radigan odamini qabz ruh qilsam, u savob umid qilib sabr qilsa, men uni dargohimdagi jannat bilan mukofotlayman. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Buxoriy 6424 hadis. Elhamdülillah, yuqorida Allah subhanahu wa ta'ala'nın El-Hasib degan ism sifatlari haqidagi tafsirlarni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.